Mahallanglar chiroyli bo'lib qopti. Xayrli aka. Ha. Mashinani sotib yubordingiz. Nima endi taksida? Mashinani avvalo katta konsertlar qilamiz deb sarmoya masalasi sotdik. Xudo xolasa mayda oxirida yana olib olamiz-ku. Sababi ham bor lekin. Hop. Men boshida elektromobil olmasimdan oldin har xil videolar ko'rib yurardim, ishonmasdim-ku. Men 5 oy mingan bo'lsam elektromobilni shu elektromobil sotadigan akalarimiz, do'stlarimiz bor. Ular xafa bo'lishmasin, kimga qanaqa bilmadim, lekin menga ta'sir qildi elektromobil. O'zini ziyon tomonini ko'rsatdi. Sog'lig'ingizgami? Yo'q. Men shuni deb o'yladim o'zimcha. Kimga qanaqa bilmadim. Insonning qayerida zaif joyi bo'lsa, o'sha zaif joyini shu magnit maydoni ular yana battar zaiflashtirar ekanda. Bir kun bir tanishimizni poliklinikaga olib bordik. Doktor chiqdi-da, qulluq bo'lsin deydi, qulluq dedim. Elektromobilmiz deydi, ha dedi. Ammo Xaylixon dedi, bu narsani dedi ko'p minmang-da dedi. Nimaga desam, buni tagida dedi akkumulyatori bor dedi. U o'zida magnit maydon hosil qiladi dedi. Mana quyoshda magnit bo'roni bo'layapti-yu, odamning misol uchun davleniyasiga, boshiga ta'sir qiladi. Siz shuni ustida o'tiribsiz dedi. U quyosh necha milliard kilometrdan keladi nuri deyapti. Shunda ham ta'sir qiladi deyapti. Bu ham deyapti o'ziga yarasha ta'siri bor deyapti. Keyin men aytdimki, "Ammo aka dedim, menda sizni xotira suvlashib qoldi, ko'p narsalar esimdan chiqib qoladigan bo'lib qoldi." Desam, "Vot mana shu sizda o'zi kasbingiz asabiy bo'lgani uchun sizlarda birinchi o'rinda shu xotiraga ta'sir qilishi mumkin edi. Tezlashtirib yuboribdi bu narsani. Kamroq mining dedi. Sotib yuboring demadi u, kamroq mining dedi. Imkon qadar minmaslik kerak deganida, baribir. Videoda ko'rinami yo'qmi? Mana bunaqangi mayda qattiq bezga o'xshagan narsalar oyog'imda ham 5-6 ta, qo'limda ham bitta, mana biqinimda ham 2 ta, 3 ta paydo bo'lib qoldi-da. Keyin buni men doktorga olib borib nima bu desam, hech kim bilmayapti-da. Oxiri bitta fizik aytdiki, inson dedi magnit mana shu maydonda qolsa-da, organizmida dedi. Sizlar yosh bo'lganinglar uchun organizminglar deyapti, o'sha magnit to'lqinidan hosil bo'lgan zararlarni yig'ib qo'yar ekan mana shu terining ichiga. Organizmga yig'ib qo'yar ekan mana shunaqa qilib. Men bilmayman, balki buni umuman ziyoni yo'qdir, lekin men shunday deb o'yladim. Elektromobil olmoqchi bo'lganlar oxirgi marta yana bitta o'ylab ko'rishlarini tavsiya qilaman. Chunki mashina baribir magnit maydonini ustida o'tirasiz, iloji yo'q. Mana misol uchun telefonda kechqurun ma'ruzalar eshitib yotib uxlab qolaman, ertalab tursam boshim og'rib uyg'onaman. Nimaga? Chunki bundagi magnit maydoni hosil bo'ladi, ertalabgacha yostig'im tagidan o'tib turadi-da. Shuni nariroqqa 2 metr nariroqqa qo'ysam, uyqudan bo'diri uyg'onib, hatto bomdodga ham shundoq turib ketaveraman-da. Lekin buni qo'ysam juda turishim qiyin bo'ladi. Mana hozir mashinani sotganimga 1 hafta 10 kun bo'lgan bo'lsa, alhamdulillah uyqularim yaxshi bo'lib qoldi. Ishtaham yaxshi bo'lib qoldi. Boshim og'rig'i asosiysi kamayib qoldi. O'zingiz bilasiz, nuqulta tabletka olib yurardim, Trimol. Mana hozir ichmayapman dori. Qandaydir yaxshi bo'lib qoldi. Shuning uchun men elektromobil menga zarar berdi. Boshqalarga bilmadim. Masalan, kimdadir urologik muammo bo'lsa, urologik tomondan ta'sir qiladi. Oshqozoni og'risa, oshqozondan ta'sir qiladi. Pochkasi bilan bog'liq muammo bo'lsa, pochkasiga ta'sir qiladi. Bosh og'riq bo'lsa, battar qiladi. Ko'zi xira bo'lsa, uni battar qiladi. Qaysi organizm zaif bo'lsa, ular yemirar ekanda. Shuning uchun elektromobil masalasida oxirgi marta o'ylab ko'ringlar. Shunaqangi elektromobil sotadigan salon egalari meni to'g'ri tushuninglar. Sizlarni ham tushunaman. Men sizlar bozoringlarni o'ldirish uchun emas, inson salomatligini, ozgina qanaqa do'stlarimiz, yurtdoshlarimiz salomatligini o'ylab shu gapni gapirdim. Balki butunlay sog'lom odamga bu ta'sir qilmas, yana bilmadim. Shunaqa gaplar.